London shahrida joylashgan Emirates Arenaga kelganman. Maydonni ichkaridagi holatlar, tashqaridagi atmosfera imkon qadar sizlarga yaqindan tanishtirib o'taman. Siz bo'lsa videoga bitta like bosib qo'ying. Kommentariyada albatta yozib qoldiring, mana bu pushka nimani ramzi, nimani bildiradi. Qani bo'lmasam boshladik. Mana bu yerdan chiptalarni sotib olamiz va Arsenal maydoniga ketdik. Chiptani sotib oldim, mana 35 pound, ya'ni taxminan $50 bo'ladi. Shunaqangi kichkina planshetga o'xshagan qurilma beradi, naushnik beradi. Qaysi tilda gaplashmoqchi bo'lsangiz, ingliz, fransuz, rus, shunaqa tillar bor. Bemalol shuni tanlaysiz, naushnik tiqasiz, bemalol sizga tushuntirayotgan odamning gaplarini tushunish uchun. Ular ham Arsenal jamoasining muxlislari, turistlar har xil davlatlardan tashrif buyurgan. O'zini sevimli jamoasini, maydonini yaqindan ko'rish uchun kirib ketishyapti. Mana bu yerda mana ko'rsatib qo'ygan. Qaysi tillarda bemalol muloqot qilsangiz bo'ladi. Arsenal jamoasi o'yin kuni avtobusda shu yerdan kirib keladi va yechinish, kiyinish xonasiga mana bu yerdan tashrif buyuradi. Aynan o'sha yo'lakcha bu. Men esa mana bu maydonga ikkinchi marotaba kirishim. Sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yasiz. Yuqoriga ko'tarilyapmiz mana. Bu insonni kimligini juda yaxshi biladi. Arsenal muxlislari ayniqsa upstairs, yeah? Yes. Thank you very much. Thank you. O'yin kuni VIP zonadan chipta olgan muxlislar mana shu liftdan chiqib ketishadi. Liftdan chiqadi bu yerdan, hali ko'rsatganim. Aytganimdek, VIP zonadan chipta olgan muxlislar bemalol mana bunday sharoitda o'tirishadi. O'yin kuni bu yerda hamma narsa tashkillashtiriladi. Bir mahal ovqat, ya'ni yengil birinchi taymdan keyin nimadir beradi va o'yin tugagandan keyin bemalol 1 soat shu yerda shirinliklar, ichimliklar ichib o'tirsangiz bo'laveradi. Bu yer esa restorani, o'yin kuni aynan sizga xizmat qiladi. Arsenal muxlislari tayyormisizlar? Aynan men turgan yer VIP zonadan maydonga chiqib kelish joyi bo'ladi. Ketdik. O'yin maskuni atmosfera qancha ko'ringlar. O'yin kunlari tamoman boshqacha. Muhit bu yerda hukmronlik qiladi. Bu yerlar esa VIP zonalar. O'z chiptalaringizni qayerda joylashganini, sizning joyingiz qayerda aynan o'tirishingiz kerakligini mana bu harflardan bilib olsangiz bo'ladi. Bu o'rindiq esa birozdan keyin tushamiz. Arteta janoblari o'tiradigan o'rindiq. Stadionda joylashgan kameralarga e'tibor beringlar. Bittasining ichida 8 tadan kamera bor o'yinda. Shuning uchun yuqori darajada har bitta nuqtadan chiroyli qilib muxlislarga yetkazadi. VIP zona bo'ladi bu yer. O'rindiqlar ham tamoman boshqacha, isitadi, sovutadi. Xullas kalom, o'yinni ham ko'ringlar o'zingizlar qanday tomosha qilsa bo'ladi. Tasavvur qilinglar, o'yin kuni qanday bo'ladi. Eng zo'r, eng markaziy joylar hisoblanadi bu yerlar. O'yinni ham juda yuqori darajada maza qilib kuzatsangiz bo'ladi. O'yindan keyin bemalol kirib xizmat bo'lsa, shvedskiy stol bo'ladi. Barcha narsani qo'yib qo'yadi. Xohlagan narsangizni bemalol olib iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Birinchi etapimiz tugadi, endi ikkinchi etapga ketdik. Hozir qayerga chiqdim bilasizlarmi? Emirates Arena'dagi eng qimmat, eng markaziy VIP zona hisoblanar ekan bu yer. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Albatta bu video Arsenal muxlislariga yoqadi deb o'ylayman. Qani bo'lmasam boshladik bir chekkadan. Bu yerga bemalol kiyimlaringizni ilib joylaringizga joylashsangiz bo'ladi. Bu yerlar oilaviy keladigan, eng yuqori darajada xizmat ko'rsatiladigan va chiptalari ham juda qimmat hisoblanadi. Bu joylarga kelib o'rnashadigan doimiy o'zini mijozlari bor. Bu yer restoran zonasi ekan. Umumiy zali.
shkaflar o'rnatib qo'ygan, bemalol kiyimlaringizni qo'yib kirib ketishingiz mumkin. Mana bu eshikdan kirsangiz ham bo'ladi. Oilaviy o'tiradigan joylar hisoblanadi bu yer. Maydonga tushib ketyapmiz. Endi mana lift ichida ichki holatlari, lift ko'ryapsizlar. Arsenal logotiplarini qo'yib qo'ygan. Endi maydonga chiqamiz. Bilganlar yozib qo'yinglar, bu nima? Ochiladi va mana bu narsa tepaga chiqar ekan. Bu yerda pulli video. Okay. Arsenal ayollar jamoasi o'yin kuni o'yinchilar chiqib keladigan koridor hisoblanadi. Koridordan shunday chiqib kelasiz. Mana bu xona esa shug'ullanadigan joy ekan. Bu yerda ham sizlarga ko'rsatib o'taman, albatta qiziq bo'lsa kerak. Arsenal jamoasi kiyinish-yechinish xonasiga kirib ketyapmiz. E'tibor berib turinglar. O'yindan so'ng cho'milish xonalari, bu yer esa hojatxonasi. Bemalol qo'lingiz yuvib, bu yerda quritadiganlari, xullas kalom shunaqa sharoitda ekan Arsenalniki. Bu esa aynan Arsenal jamoasi o'yinchilariga qilingan sharoit. Bu qanaqa vanna, juda yaxshi bilasizlar o'zingizlar. Massajli vannalari sharoitlarni qanday qilib qo'ygan, ko'ringlar. Juda ham ajoyib. Afsuski ichkariga kiray desam, kirish mumkin emas ekan. Meditsinskiy xonasi ekan. Bemalol bu yerda yotishib o'z muolajalarini olishadi. Sharoit qanday qilib qo'yilgan? Imkon qadar sizlarga hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Eng asosiy joyi Arsenal jamoasi kiyinish-yechinish xonasi. Sizlar navbatdagi xonamiz kiyinish-yechinish xonasidan shundoq kiradigan joyda. Menimcha transferda bemalol nimadir yeb oladigan, choy ichib o'tiradigan joy hisoblanadi. Mana stol-stullar qo'yib qo'ygan, monitor bor. Arteta gapiryapti. Bu qanaqa xona ekan bilmadim, ochish mumkin emas ekan, lekin sizlar uchun ochib ko'rdim. Shuning bilan keyingi xonaga ketdik bo'lmasa. Bu esa raqib komanda o'yinchilariga qilingan sharoit. E'tibor beringlar, bularda yuvinish xonasida hech qanaqa massajli vanna qo'ymagan. Bu esa kiyinish-yechinish xonasi. Raqib komanda futbolchilariga qilingan bu yer. E'tibor bergan bo'lsanglar, tamoman farq qiladi. Va nihoyat azizlar, maydonga ketdik bo'lmasam, o'yinchilar chiqib keladigan joy. O'yin payti atmosfera boshqacha. Bugun ham o'yin bo'lmasa-da, lekin o'zgacha. Bu yerdan maydondan chiqib kelganda o'ng tarafda raqib komanda o'yinchilari, zaxira o'yinchilari o'tiradigan joy hisoblanadi. Maydondan chiqib kelganda chap tarafda esa Arsenal jamoasining zaxira o'rindig'i. Bu sun'iy chim, ko'ryapsizlar, taxminan 3 metr. Undan keyin haqiqiy tabiiy chim boshlanadi. Ko'ryapsizlar, bu chimlarda qanday parvarish qilinadi. Bu maxsus chimlar uchun parvarishga qo'yilgan uskunalar. Angliya maydonlarida muxlislar o'tiradigan joylar qanday joylashgan, navbatdagisini ko'rsataman. Muxlislar o'tiradigan joy taxminan rastiyanasi balandligi 70-80 sm bor, 1 metr chiqmaydi va 2 qadamdan keyin maydon hisoblanadi. Bu tabiiy chim emas, sun'iy chim. Undan keyin bu taraflar tabiiy chim bo'ladi. Ko'ringlar. Maydonning tom qismiga ham e'tibor beringlar. Taxminan mana shu yerda mana bunday ketgan. Bemalol o'yinchilar yomg'ir paytida ham bemalol o'tirsa bo'ladigan holat. Yomg'ir deyarli tushmaydi. Maydonni iloji boricha ko'ryapsizlar, yopgan ustini muxlislarga yomg'ir tushmasligi uchun.
Bu esa mana zaxira o'rindig'i joylari bo'ladi. Arsenal muxlislariga mana bu maydonga kelib Emirates Arenadan to'g'ridan-to'g'ri o'zining sevimli jamoalarini o'yinlarini ko'rishlik hammaga nasib qilsin albatta. E'tibor beringlar, mana o'rindig'i tagiga klub staff deb qo'ygan, ya'ni Arsenal klubida ishlaydigan xodimlarning joylari hisoblanadi. Mana temir bilan o'rab qo'yilgan. Bu yerda faqat Arsenal klubida ishlaydigan barcha xodimlar shu yerda o'tirishadi o'yin paytida. Undan keyin sirazi muxlislarning joylari. Bilasizlarmi, bu joy kimning joyi? Arteta hamda uning yordamchilarining joyi bo'ladi. O'yin kuni aynan shu yerdan topshiriqlarni berib o'tiradi Arteta janoblari. Bu yoqqa yuradigan bo'lsak, o'yinchilar va o'yindan keyin o'yindan oldin intervyu beradigan xona hisoblanadi. Jurnalistlarga ko'ringlar, devorlari mana bunaqangi maxsus narsalar bilan qoplangan. Sizlar o'sha videolarda ko'radigan, oynai jahon orqali ko'radigan joy mana shu hisoblanadi. Maxsus xonalar ko'ryapsizlar. Bunaqa xonadan taxminan 10 tacha bor. Press konferensiya o'tkazadigan xona. Mana kiryapmiz. Jurnalistlar, har xil mutaxassislar o'tirib, bemalol murabbiy bilan suhbatlashadi va kerakli bo'lgan savollarni berishadi. Press konferensiya xonasidan shundoq chiqqaningizda yonida qanaqa xona bilmadim. Ko'rib chiqamiz albatta bir qator. Menimcha bu yerlarga kompyuterlar qo'yib kontrol o'ynasa kerak. GTA'mi? Bu yerdan rasmga tushasiz. Pulli to'lov albatta. Pulni to'lovini qilsangiz, bemalol rasmga tushsangiz, sizga chiqarib beradi. Shuning bilan Arsenal jamoasi maydoniga, ya'ni Emirates Arenaga bugungi qilgan sayohatimiz yakunlandi. Keyingi safar qaysi maydonlarni yaqindan yoritib berishimni xohlaysizlar, albatta kommentariyaga yozib qo'ysanglar. Keyingi maydon aynan siz muxlislik qilayotgan jamoa maydoni bo'lishi mumkin. Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar, hammaga rahmat. Mana bu yerdan maydondan chiqib, to'g'ri o'zini do'koniga kirib ketsangiz bo'ladi.